Zapravkada 500 kilometrni dirs uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. 48 talik gaz ballon barcha bonuslari bilan qilib berildi. 4 ishbakalikda original jihozlar bilan. Bonusiga programma, pрошивка, motor, korobka, put zavadashi, tablosiga, sudachigacha qilib berildi. Eslatib o'tamiz original jihozlari bilan. Qo'yilgan jihozlarimiz blok upravleniyamiz Yevropa gaz brendiga tegishli Basiko 24 ga tur. Original Polshaniki. Elektron sistema, matdachik, sudachik, putchatilgacha Polshaniki hisoblanadi. Farsunkamiz Royal italyanskiy, original modelkasi emas. Uстановка qilib berildi. Original Atiker turadigan kreditorlari bilan. Xo'p, fragment ichalariga foydalanildi. Shtobi hech chiqarib qolmasligi uchun. Kimga shunday sifatli, ishonchli, tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, batafsil ma'lumot va narx-navolarni pastdagi raqamlardan olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, aksiyamiz doirasi chegaralangan, foydalanib qoladigan joy. Bu videoni yaqinda metan yoki propan qo'ymoqchi bo'lgan do'stingizga dirs yuborib qo'ying. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.